Biz hozir ayollarning o'ziga kuyinish iqtidorini oshirish darsligimiz o'zingga texmo kuyin ay ayol temasidagi 34 soatlik darsimizning 4-soatlik darsimizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lyapmiz. 4-darsimizning temasi o'z bilan yarashishning oldingi sharti ota-ona bilan yarashishdir. Biz oldingi soatlik darsimizda asli oilaning, ya'ni yuansheng jatining turmushimizning har jihatlardagi ta'siri haqida ko'pchilik bilan o'rtoqlashgandik. Ham ko'pchilikka o'zini tekshirish mashqidan birini tanishtirgandik. Sinab vaqtinglarmikin o'qimadim. Ammo nurg'unlagan do'stlarimiz o'zidagi barliq masalalarning sababini ota-onadan izlashga bo'lganini bilgandan keyin afsuslanib turadi ham ota-onasiga o'zining tarbiyachilariga o'shmanlik qo'zg'adi. Lekin bilishimiz kerakki, o'tib ketgan ishlar baribir o'tib ketdi. Biz bu yerda ziyonlargacha yana demoqchi bo'lamiz. Ziyonlarga çok o'xshash, ziyonkashlikka uchirguncha o'xshash kayfiyatga qolganning faqat foydasi yo'q. Bo'lmasa odam o'zini bechora chaqlardan qoldi. Hamda biz bu soatlik darsimizda ota-onamiz ham o'zimiz bilan qanday yarashish, qanday
qanday gap bo'lmay, qarab ketganini, bu kim bo'za qildi seni deb so'rab kelibdi. Shuni bilan bu bola turibdan qilib ondan duduqlab sinfdagi bir o'g'il saboqdoshining ismini deb saptida. Amaliyotda bu shu ismini olgan o'g'il saboqdoshi bilan faqat to'p talashqicha uqishmaylam so'qilib ketgan ish bo'lganlar. Ma'lum bu ishni ko'rib, ota-onalarning bolalarga qanday bir ongsiz ta'sir ko'rsatayotganini tushunib yetibdi. Endi qadrli onlariminim, sizmi his qilgansiz? Opsi shu gapni so'rashdan burun bu o'g'il biraz bo'zak qilgandek yoki bo'lmasa o'zi bo'zak bo'linib qolgandek o'ylab boqmaganchu. Lekin opsining inkosi uning shunday bir yoshirin askardan paydo qildi. Tova, men boshqalarga bo'zak bo'lib bilmay yuribdiman desa degandek shunday bir inkos paydo qilib qo'ydim. Ondan u o'zini haqiqatan ojiz, bechor chaqlaydigan bo'lib oldi. Biz bu orqali tasavvur qila olamiz, u cho'ng bo'lgandan keyin mush masalani bayqayolmay qolsa yoki bo'lmasa o'zidagi mush xil ahvollarni o'zgartirmasa, turmushida intayin ehtiyotjon, osonlik dilg'ul bo'ladigan, tashvishlanadigan, hatto o'ziga ishonchi yo'q, qo'rqinchoq bo'lib qoldi. Hatto bu mijozi ba'zilarni bo'zak qilishga qiziqtirib qo'yishi mumkin. Masalan, u o'zining noroziligini dodil bildirmagandan keyin boshqalar xizmatda ishning to'lisini uningga tashlab qo'yishi mumkin. Agar bir kunlarda u psixika o'rganib o'zidagi nurg'un masalalarning oilasidan, cho'nglarning o'ziga tutgan muomalasidan kelganligini, o'sha sababdan o'zining barbara ojiz bo'lib qolganligini bayqay olib qolsa, tuyuqsizlar aql topgandek bo'ldi va shuning bilan men sababni oxir topdim, asli ofatning shiltiz ota-onam ekan, mijozimdagi masalalarning hammasini shular men qoldirgan ekan deb o'ylay oladi. Biz odatda qarzning egisi bor adovatning beshi deymiz. Masalaning manbasi nada bo'lsa, biz masalani shu yerdan boshlab hal qilmasak bo'lmaydi. Lekin ota-onamiz bilan yarashish deganni men yana tuvandagi mundaq 3 nuqtadan tushuntirib qo'yay. Birinchi nuqta, biz masalani haqiqiy negizigacha surishtirishga amalsiz. O'ylab boqadigan bo'lsak, agar ashundoq surishtirishga to'g'ri kelib qolsa, ota-onamizdagi u masalalar nadan kelgan, o'xshashli uning yuanshingja tinsidan, uning asli oilasidan kelgan, o'sib yetilish muhitidan kelgan. Shundaqku, undaq bo'lsa ularning ota-onasichi mushundaq avlodma-avlod surishtirib ma'amdiq. Bu nihoyatda bir ahamiyatsiz bir ishda bizning maqsadimiz ayib otib qo'ysak bo'ladigan birsini tepish emas, balki o'zimizdan boshlab o'zgartib, positiv ta'sirini keyingi avlodlarga yuqtirib qo'ymaslik bo'lishi kerak. Hamda ikkinchi nuqta, bolalikdagi jarohatdan saqlanish mumkin emas, azizlar. Burun biraylan mendan mundaq bir gap so'ragandi. Ma'lum men yaxshi o'rganib, pishib yetilsam keyincha farzand tarbiyalash jihati yetarlik ong-savodga ega bo'lsam, mening bolam hech qanday masala ko'rilmay obdan cho'ng bo'la olamdi deb so'ragandi. Men uningga mundaq javob berdim, bunday bo'lishi mumkin emas. Biz bola tarbiyalashga mayli qanchalik usta bo'lib ketaylik, bolalarimizda hech qanday psixik jarohat ko'rilmaydi demaymiz. Ya'ni kelib, bizmi undaq ustalardan bo'lolmaymiz-ku. Bizga nisbatan ota-onalarimiz shundaq. Shunga ularda har xil kamchiliklar bo'lsa-mu, cho'qim ishimiz kerak. Ular hech bo'lmasa, eng yaxshi ota-ona bo'lish uchun o'zini beg'ishlaganlar. Bu gap bilan men yana bir anglag'uchimni aslab qoldim. U yangila ajrashgan 4 yoshlik o'g'li bilan turdi. Amdi har qanday ota-ona o'zining farzandlarini bak yaxshi ko'rdi. Shuningga o'xshash mening bu anglag'uchimmi o'g'li bak omroq, o'g'lini doim quchoqlab yurdi-da. Lekin o'g'lini bechora deb o'ylab olib, ko'ngli yerim bo'ldi. Masalan, shu qoroda o'ynayotgan bolalar ba'zida shu o'g'lini qatog'i olmay qolsa, ko'ngli puchilib ketadi. Mening bolamning dadasi bo'lmag'ach shunday bo'lyotdi degandek shunday inkosda bo'ldi ekanda. Shuning bilan bir qaytam u menga bolamga bak ishchim og'riydi, bundan keyin dadasiz yashaydi deb qoldi. Amdi u mening mayli asarlarim bo'lsin, mayli biz o'rinlashtirgan har xil darsliklar bo'lsin, anglayotganligini aytib uzun bo'lgandikin, men uni o'zgarib o'tilla mundaq deb javob berdim. Herkes undaq deyman, uning dadasi bor, faqat sizning eringiz yo'q. U bola faqat bechora emas, er bilan ayolning ajrashishi bilan ham bola bechora bo'lib qolmaydi. Chunki dunyoda nurg'unlagan utuq qozongan baxtli odamlar ashundaq pocha oiladan, yerim oiladan, ya'ni
бүтін болмаған ailedən kep chiqqan üçün biz özümüzni bechara sanab yar yülek boğadak hiç kimim yo'q, men bek g'ayrib shigonaman degan vaqtimizda ichimizdagi yolg'izlik ham yar yuleksiz tuyg'ular boshqadan gavdilanib chiqadi. Endi biz aşı tuyg'ularimizni quchoqlab turib bolalarimizga qaragan vaqtimizda bolalarımızmı bizga noyati bechora ko'rinib ketadi. Amaliyotda ular faqat bechora emas, ularga shundoq tuyg'u ham nazar bilan qarab-olsak, oilada shundoq ko'ngilsiz kayfiyatni yoritib-olsak, eng oxirida ular o'zini rostlan bechora his qilgan bo'lib qoldi azizlar. Amda diqqat qildinglarmiki, hech qanday ota-ona o'zining bolasiga maqsadlik ziyon yetkazmaydi va ular faqat o'zining ma'lum hissi ramkasiga kirib qilib, o'zimi bilmagan ahvol ostida farzandlariga shundoq muomala qilib qoldi. Xuddi boya men sizlarga deb bergan mening yilqi anglarmanimga o'xshash. Agar men uningga askartish bermagan bo'lsam, u o'zini bechora chaqlab, osh tuyg'usini o'zining bolasiga singdirayotganini to'nib yetmas bo'g'iydi. Şuna ota-onamizni yoki bo'lmasa ota-ona bo'lsak o'zimizni texmi obdan tushunishga tirishqanimiz bak yaxshi bir ahvol. Endi 3-nuqta ham mening mo'yim tutib deydiganim shu nuqta shu. Ko'p ahvollarda biz ota-onamizning ta'siridan qutulmoqchi bo'lgandek his qilsaqmi o'zimizni amaliyotda uni davomlashtirayotgan bo'lmasa, buningda ko'p uchraydigani ziyondorlarcha, ya'ni boy deganimizdek ziyonkashlikka uchragandek bir xil holat ham o'sha holatda o'zimizni tizginlab olish. Endi ziyondorlarcha holat deganimiz o'zini ziyonlanuvchi o'rinda noyati begunoh bechora chaqlash, ham bir o'ngsizlikka uchraganda sababni boshqalardan, ya'ni tashqi omildan, o'zdan boshqa omildan izlash bo'ldi. Amaliyotda bizning o'z oilamizdan qaqshig'inimiz ma'lum ma'nodan ilib aytganda faqat o'tmishdagi holatni yana davomlashtirganimiz bo'ladi. Farq bor deyilsa, biz burun boshqalardan og'ringan, momam bilan ap o'tmak bek taskinay, yigitim men kuyinmi degay, yo'ldoshim bek shaxsiyatchiyay, boshliqimning ichi bek toyay degandek gaplar bilan o'sha odamlardan yoki bo'lmasa, o'sha odamlar tuzgan ma'lum qoida tuzumdan qaqshigan bo'lsak, biz ham psixik o'rgangan, ham oilaning ta'sirini tushungandan keyin tug'uvchini ota-onamizga qartib qilishimiz mumkin. Demak, amaliyotda bizning andizimiz faqat o'zgarmadi. Biz yanala ziyondorlarcha holatda qilaverdik. Endi tizginlashga kelsak, azizlar, mening nurg'un anglovchilarim menga ota-onasi o'zini tizginlayotgandek tuyg'uda bo'lganligini degani, ularning deyishicha ota-onasining qilgan muomalasi ularni bir xil o'g'ilchilik his qildirdi ekan, ochchig'ini keltirdi ekan. Dadam meni tushunmaydi, opam meni doim ayblaydi, uydagilar meni loyiqlar uchrashiga to'la zo'laydi, turmushimdan doim putoq chiqirdi, mening turmushimga doim o'rlashib oldi degandek gaplarni chiq qildi. Endi mening bu yerda alohida eskartadiganim, biz boshqalar meni tizginlayotdi deb o'ylagan vaqtimizda bizda cho'qim chunqur bir tonish bo'lishi kerak. Endi bu tonish qandaq tonish desanglar, bizda boshqalarni tizginlash ehtiyoji bo'lmay qolsa, bizmi hargiz boshqalarning bizni tizginlayotganligini bilmaymiz. Balkim buningdan ta'jublanishingiz mumkin. Balki mendan so'rashingiz mumkin. Mening faqat ularni tizginlash xiyolim yo'q, ularga boshqa talabim yo'q. Mening bir talabim meni tizginlayapmiskan deyman, deyishingiz mumkin. Buningga hamda mening deydiganim, sizning oshu ular meni tizginlayapmiskan degan birdan bir talabingizmi amaliyotda ular uchun bir xil tizginlash hisoblandi. Qarang, siz ularning muomalasi va qo'pol, mening qilgan aytganlarimni yoki bo'lmasa mening natijalarimni azaldan e'tirof qilmaydi degan vaqtingizda yoki ochiqlanish, umidsizlik, xopchilik kayfiyatlarida bo'lgan vaqtingizda bu ota-onangizga nisbatan yoshirin bir umidingiz yoki bo'lmasa talabingizning borligini bildirdi. Sizning umidingiz muomalada menga silliq sipoyiroq, keng qo'soqroq bo'lsin, meni e'tirof qilsin, meni maqtab qo'ysin deganlar bo'lishi mumkin. Endi bu umidingizga yetmagan vaqtingizda, ularning muomalasida o'zgarish bo'lmagan vaqtda siz cho'qimlaydi azoblanasiz, uvolchilik his qilsiz, o'zingizni tizginlab qolgandek bir xil sezgida bo'lasiz. Lekin amaliyotda sizning umid talabingiz bilan ota-onangizning sizga tutgan muomalasi nihoyat o'xshash. Ya'ni ikkala taraf bir-birini mening talabim bo'yicha qilsa bo'lmamdi degan bir xil kayfiyatda bo'lgan bo'ladi-chi. Balkim siz ota-onamni menga siliq talaffuzda gap qilsin desammi bo'lmamdi deyishingiz mumkin.
mening deydiganim shu. Boshqalarga talab qo'yadigan kishilarning hammasida shunday bir o'rtoqlik bo'ladi. Ya'ni o'zining talabini nihoyat aqlli, muvofiq, nihoyat tushunishlik deb o'ylab oldi. Lekin agar vaqt mashinasiga o'tirib, ota-onamiz tug'ilgan yillarga qaytishga, ularning beshdan o'tgan nurg'unlagan inqilob davri, ocharchilik, so'roqchilik, yana bir xil odamlar bilan odamlar o'rtasidagi so'q o'shmanlik deganlarni ko'rishga bizga imkon bo'lgan bo'lsa, hozir ularga nihoyat muvofiq ham odatdagcha deb qo'yayotgan hurmatlash, e'tirof qilish, suyunish, huzurlanish degandek talablarimizning amaliyotda ularga nisbatan rostlam og'ir ketgani ham qamlashmagan bir ish ekanligini barbara tunib yetdik. Amdi mushu 3-chi nuqtani ko'pchilikning ko'proq tahlil qilib o'ylanib yiqishini, o'ziga tatbiqlab, bundoq bir tafakkur yurgizib yiqishini tavsiya qilaman. Dastlab anglagan vaqtimizda balkim to'liq hazm qila olmasligimiz mumkin bu gaplarni. Biz bu darslikni setib olgandan keyin qayta anglay olamiz. Biz mushu darslikni setib olgandan keyin agar vaqt sharoitinglar, muhit sharoitinglar yor berib qolsa, mush darsligimizni qayta anglab davomli turmushimizni davomli kuzatib, tekshirib qilib turishinglarni umid qilaman. Chunki bu nihoyat muhim bir jarayon. Chunki hozirgi har bir paytda o'zimizni aniq ko'rishga tirishgan vaqtimizda ondan bizda haqiqiy o'zgarish bo'ladi azizlar. Hamda biz bugungi darsligimizning ikkinchi temasini sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lyapmiz. Bugungi darsimizning ikkinchi mazmuni oilaning ta'siridan qutulishda o'zimiz bilan yarashish, o'zimiz bilan kelishish, o'zimiz bilan aplashish nihoyat zarur azizlar. Biz asli oilamizning, ya'ni yuansheng jatining ta'siridan qutulib ketaman deydiganmiz. Eng oxirida yana o'zimiz bilan bo'lgan munosabatni yaxshi bir taraf qilishimizga to'g'ri keladi. Bu darsda shunday bir muhim gapni esingizda tuting deb tavsiya qilaman. Bizdek quramiga yetganlar, mushu balog'atga yetganlar uchun buningdagi eng negizlik ish o'zimiz bilan yarashish, o'zimiz bilan kelishish, o'zimiz bilan aplashish azizlar. O'tmishimizning takrorligidan chiqib ketgili bo'ldi amaliyotda. Har qaytimda bizga qayta tanlashga fursat bor. Bizning asli oilamiz, ya'ni yuansheng jatining bizga bergani faqat dastlabki bir qurilma, dastlabki bir programma deb tushunaylik, dastlabki bir tuzilma. Biz har bir halqiliq paytda shunday tekshirish, bayqash bilan o'zimizning ssenariyimizni, o'zimizning turmushimizni qayta yezib chiqish, o'zimizning turmush qurilmamizni qayta tuzab chiqish, shundaqla yangicha bir tanlash bilan tabiatchil inkas holatini, ya'ni burunqi ashu tabiiy ota-onamiz bizga qoldirgan mushu inkas holatimizni tashlab, o'zimizni yangi nusxaga ko'tarish imkoniyatiga erisha olamiz. Buningdagi oshqushliq masala dal har qitim astoydil tekshirish, bayqash, ondan yangi bir tanlashga kelish. Oxirida men oddiy topshiriqdan yana ikkini qoldiray. Birinchisi, turmushda o'zimizni davomli tekshirish ham bayqash. Biz o'tgan soatlik darsda so'zlagan kayfiyat tekshirishdan boshqa biz yana o'zimizning harakat andezimizni, masalan, biz bir ishga tutish qilgan vaqtimizda oson yoltayib qolamdiq yo'qmi, oson chechilib qolamdiq yo'qmi, so'g'uq munosabatda bo'lib qolamdiq yoki bo'lmasa ishlarni keyniga so'ralmalik qilamdiq yo'qmi deganlarni bir tekshirib boqaylik. Biz har bir tanlashga duch kelgan vaqtimizda ichimizga nazar silib, o'zimizni boshqa bir nuqtada turib ko'zitib yiqishni bilsak bo'ladi. Endi ikkinchi topshiriqni sizlarga deb beray. Biz o'zimizni tekshirgandan keyin ondan o'tmishdagi holatimizni davomlashtirish yoki bo'lmasa yangi tanlashga kelishni qaror qilsak bo'ladi. Masalan, biz bir kun ichidagi 5 vaqtni tanlab, shu vaqtda o'tmishdagiga o'xshamaydigan bir inkasda bo'lib boqaylik. Masalan, liftda notanishlar uchrab qolsa, burun beshimizni tuvan silib yoki bo'lmasa boshqa yoqqa qarab turib olgan bo'lsak, uningga kulimsirab qo'yaylik. Bo'lsa, salomlashaylik, qanday ahvolingiz deb ahvollashaylik. Eng bo'lmaganda miyiqimizda kulib uning bir kulimsirab qo'yaylik. Yoki bo'lmasa qiyin xizmatga duch kelgan vaqtimizda qalbimizga eng avval men uxmayman, men qilolmayman degan xayollar keladigan bo'lib qolsa, o'xshamas inkasda bo'lib,
men o'zimga toza ishonch qilolmay qelyapman, lekin bir sinab baqsam bo'lmamdi deyli. Mayli qandaqli ish bo'lishidan qat'iy nazar, o'zgaradiganlar bo'lsak, hamon uning ahamiyati bo'ladi. Har bir kichik tanlashmo taqdir yo'linishimizga ta'sir ko'rsatadi, azizlar. Bugungi darsimizning oxirida har kim o'z taqdirining temir chizish ekanligini unutib qolmanglar deb bugungi darsimni bu yerda oxirlashtiraman. Sizni shunday kichik o'zgarishlar bilan o'ziga intayin cho'ng bo'lgan farq, zo'r bo'lgan ilgirlashlarni yoritib olgan deb tilab dars tasdiqimni mushadi yopaman. Men Gülara Sadir 5 soatlik darsimda davomli sizni kutaman azizim. Xayr, xush vaqt bo'ling.